Nekke vaqtingizni chiqaring. Men oldin deyishib qo'ydim. Ne vaqtimni chiqaraman? Homildorlik bo'lanmaslik tekshirish bo'limini oldin men deyishib qo'ydim. İşten tushgandan keyin bilib berib, tekshirtib masalasi. Ma, yana bir tap fursat bersiz o'tib kelasiz. Meni to'g'ri tashlab qo'yib ketgan. Tashlab qo'yib ketdi, Yusuf. To'g'ri, sizning mangu to'g'ri. Ba'zida sizning mening ayolimmi emasmi deb gumonlanib qolaman. Bir vaqtim bo'lsa-mu, opamni o'zgarib baksangiz bo'lmam-da. Opangiz meni o'zgarib baqdimi? Uni qizim shu vaqt qilam topshirib ber. Dadingiz, opangiz, oshlaringiz hammasi sizning yoningizda. Sizga hamroh bo'lamiz qizim.